azamatning mushundoq ko'ks qornining kang bo'lishini, boshqalarga illiq muomala qilishini Oyxon ona azamatning yuragiga singdirib o'tgan edi. Yarim soatdan keyin Anvarjon muallim olimni yotoqqa akirib qo'yib chiqib ketdi. Olimning qopoqlari sangilab, chiroyidan uning tildashnam eshitganini chiqib turardi. Azamat olimning qishig'i berib, olimga qo'lini sundi. Biroq olim uning g'isat olib qo'yib, Azamatning qo'lini ittirib etdi va o'zining karvatiga berib yetib oldi. Azamatmo boshqalarning sharat qilishi bilan karvatiga berib o'ltirdi. Kech shafaqdagi kun nuri tog' kayniga o'tib, qorong'i tushishi bilan Azamat va boshqalar shirin tush qaynimiga g'arq bo'ldi. Tong etishi bilan Azamat o'rnidan turib, hojati qistab ketganlikdan tozliq uyga mangdi. Azamatning uyg'onib, karvatning sat ovoz chiqarishi, eshikning sat g'ijirlishi bilan boshqalar uyg'onib, "Voy, voy, atdiganda nima tarix turuq bu?" Bo'ldi, tongmi etibdi, o'rnimizdan turayli. Boshqalar o'rnidan turgan bo'stimi, biroq olim o'rnidan turmay, ko'zlarini ichib, nimalardir xiyollarni qilib o'tadi. Azamat, seni cho'qim odam bo'g'ingga to'yg'izib etdimi? Cho'qim. Sendan tunuygan boshqalarning oldida qilgan haqoratingning hisobotini, muallimning qilgan sesiq gaplari, maktab mudirning ishga qochdi. Bular sening sababingdan bo'ldi. Xap. Oldirmay ko'rib qolsa. Olim shundoq razil xiyollarni qilib turganda Azamat kirib keldi. Boshqalar uningga qarab, "Voy, voy adash, nimancha sahar turib olasan? Sening dadangda bizmi uxlayammidik mana?" Boshqalar Azamatni ayiblab turganda, eshikning sat ovoz chiqarib ichilishi bilan sirtdan Anvarjon muallim kirdi va qandoq yigitlar? Arduqinglar chiqqandi. Azamat, sancho? Ha, muallim, men nayt yaxshi. Olimcho ko'rinmaydi-ku. U tunuga kirgandan tortib hozirgacha hech kimga gapmi qilmay, o'rnidanmi turmadi? Ana, muallim. Boshqalar karvatda yotqanning ichiga beshini cho'mkab yotgan olimni ko'rsatib qo'ydi. Anvarjon muallim olimga gap qilay dedi-yu, biroq tunugunki ko'ngil yarasini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun gap qilishni loyiq ko'rmadi va "Ha, yigitlar, hozir 1 soat vaqt berman. Tayyorliginglarni yaxshi qilinglar. 1 soatdan keyin mashina keladi. Shu vaqtda Qashqarga berib, Qashqardan poyezdga o'ltirib, Ishkirga qarab yo'lga chiqamiz. Tushundinglarmi?" Boshqalarmi o'lik ovozda "Tushundik." Amasa, men 1 soatdan keyin kiraman. Anvarjon muallim shundoq deb chiqib ketdi. Azamat va boshqa saboqdoshlar bo'lsa, yarim soatgacha kiyim-kechaklarni almashtirib, yotgan ko'rpalarni ratlik silib tayyor turdi. Hay, shu vaqtlardami hozirgidek bo'lgan bo'lsa, bular necha kun mashina saqlab, ko'taranmagidek yuk taqlarni elibmi yurmagan bo'ladi. Shunga hozir ba'zan yosh o'quvchilarimiz mushundaq yaxshi, afzal, 9 tal sharoitlarning qadriga yetmay, maktabdan qochadigan. O'qishni yaxshi o'qish u yoqda tursin, kayib sabog'i berilib, o'zining kelgusidagi xalq uchun xizmat qilishdek sharafli bo'lgan burchini va majburiyatini unutgan holda ota-onalarni bola boqonga to'yg'izib, ulardan kitob pullari, bu pul deb olam shumul yolg'on gaplarni to'qib, shu mehribon ota-onasini kunni oylarga, oyni yillarga ulashtirib, peshg'irim issiq oftoblarda chehridan tamchi tarlarni oqqizib, zimiston qiz so'g'uqlarda qarmuzlarning orasida yiqilib qopib topgan shu ozg'ina pullarni ota-onasidan elib, oyog'i chiqmaydigan quruq xiyol bo'lgan muhabbat degan o'qimni yuragining chonqur qatlamlariga singdirib, kallasini qaymoqtiradigan oshu qizlarga berishdan sirt sovg'atlarni ep ketishlaricha. Ma'rifning ta'lim tarbiyasini elayotgan, kelgusining kelajaklari bo'lgan bu yoshlarimizga muhabbatni nima qo'yibdi? Yaxshi o'qib, a'lo natijalar bilan o'qish bitirib, yaxshi unvonga erishib, yurtlarga qaytib xizmatga chiqsa, baxt yoki ularning qalbiga cho'nqur o'rnatgan muhabbat ularni o'zi izlab keladi emasmi?
asli gapga kelayli. Azimat va boshqalar tal bo'lgan bo'lsa-mu, olim yanada jim yotgan edi. Boshqa saboqdoshlar shundoq zo'rlagan bo'lsa-mu, uni o'rnidan turg'izolmadi. Azimat eg'ir birni tinib etib, asta olimning yeniga berib, "Olimjon adash, sen hozirgacha mendan xapama? Bo'ldi qil, biz endi saboqdosh bo'lib o'qiymiz. Meni kechirgan. Sendan samimiy afu so'rayman." Olim Azimatga ma'nili qarab qo'yib, "Bo'ldi, tunugun mendan o'tdi. Senmi meni kechirgan?" Azimat olimdan samimiy kechirim so'ragan bo'lsa-mu, biroq olimning ichidan nafrat chiqib, o'zini tutib olib ichida, "Xap. Hamon bir kuni sendan o'ch olaman" deb o'zini askartib qo'ydi. Azimat va boshqalar olimning yuk taqinlarini tengib, kiyim-kechaklarni selishib berib, amdi o'ltirchiga Anvarjon muallim kirib, "Tez bo'linglar yigitlar, mashina kap bo'ldi. Tez, ratlik tizilib chiqinglar." Hammaylan ratlik qator bo'lib, yuk taqinlarini elib, sirtdagi mashinaga chiqishdi. Anvarjon muallimmo mashinaga chiqib, "Saboqdoshlar, idoradagi rahbarlarning o'rinlashtirishi orqali men ishkirga sizlar bilan birga berib, sizlarni o'rinlashtirib qo'yib qaytib kelaman. Mashinada bexatarlik tasmasini ching taqab o'ltiringlar. Mashina hozir yo'lga chiqadi." Anvarjon muallimmo yandagi bekor o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Mashina asta idora darvozasidan chiqib, Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Mashina jimjitligini olim buzdi. "Voy, nemanchi bo'la jimjit? Ay do'stlar, tepishmoq aytib mangsak, yo'llarmi eg'ir bilinmaydi, qandaq?" Olimning gapiga hammaylan ovoz qo'shib, "Bo'ladi. O yuzimga uradi, bu yuzimga uradi. Men hech xato qilmasam, meni nemishqa uradi? Tepinglarchi, u nima?" Boshqalar olimga qarab, "Voy, nemanchi bo'la qiyin?" deyishiga yana birisi, "Hay, men topdim. Qo'l, yuz. Odam qo'l bilan yuzini uradi emasmi? Voy, menga gacha. Undaq asli ma'nosini chiqarib qo'ysa, qandoqmi tepishmoq bo'ladi?" Boyadan beri bularning gapini tanglab yonda o'ltirgan Anvarjon muallim, men topdim. Bu cho'qim to'pqu deyman, ha? To'pni urib, ondan garg'i solaydi." "Voy jon, muallim xato." Azimatdan boshqalar, "Ay olim, bu tepishmoqning javobini o'zingmi bilmaysan, shundaqmi, ha?" dedi. Olim, "Men bilmasam, sizlarga damdim." Olim gap qilmay o'ltirgan Azimatga, "Bu sahrolikni bir o'sal qilaychi" deb o'ylab Azimatga qarab, "Azimatjon adash, muallim sizni bakla aqlliq deb maqtaydi. Bu tepishmoqning javobini salla davita." Olim gapni deb bo'lib, masxara aralash yejib qo'ydi. Bu oq ko'ngil sabiy Azimat bo'lsa, olimning maqsadini tushunmay, "Boshqalar topolmagan tepishmoqni men qandoq topaman? Voy, avval tepib baqa." Ma'qul. Azimat birdam o'ylanib, buning javobi algakmi? Azimatning gapini anglagan olimning chiroylari tatirib ketdi. Biroq chandurmay, "Voy, muallimning seni maqtig'ini bekor emaskan-jimi?" Boshqalar bo'lsa, "Voy, javobi algakmi? Azimat, to'g'ri topdi, qaltisgansan-jimi?" Boshqalar Azimatni maqtab ketdi. Lekin Azimatning yoz vaqtida o'rgan bug'doylarni tozlaydiganligini, go'yi vaqtlarda onasiga yordamlashib, qo'noq o'rnidagi kepakni ayirish uchun algakda un tasqaydiganligini bu hamoqatlar qandoqmi o'ylab yassin. Mashinaning to'xtishi bilan hammaylarni ratlik tizilib, Qashqar poyezdi bekatiga kelgan edi. "Hammanglar ratlik bir-biringlarga qarab menginglar. Qatordan tushib qolmanglar, ha?" Anvarjon muallim shundaq deb ularni bilet zaliga elib kirdi. Zal ichida kichik bolalarning yig'lagan, varang-churang qilgan ovozlari anglanib, quloqlarni zangildatib, og'riqqaniga bas kelmay, quloqlarni zangildatib og'irtatdi. Zal ichidagi cho'ng labaning "Yo'lovchilar diqqat! Yana 2 minutdan keyin 65-30 nomerlik poyezd qo'zg'aladi.
Mush poyizga chiqadigan yo'lovchilar biletinglarga qarab radlik ikkinchi eshikning yeniga qator bo'lishinglarni so'raymiz. To'g'ri tushunganinglarga rahmat. Azmat va boshqalar qo'lidagi biletga qaradi. Biletda dal hozir davatgan son turadi. Ovoz yana qayta takrorlanib, necha minut o'tgandan keyin poyiz keldi. Hammasi radlik holda poyiz vagoniga chiqdi. Azmat atrofga yilondek poyiz vagoniga to'ymay qaraydi. Poyiz qo'zg'alib, Azmat o'zining xato bosgan qadamlarining qilgan xatoliklarining sababchisi bo'lgan o'sha yiroq safarga otlandi. Aziz anglag'uvchilar, Azmat ichkirga ko'zlagan nishoniga borganda qanday qismatlarga uchra? Yaxshi o'qiy oladimi? O'sha yiroq sahroda qolgan mehribon onasining kutgan umidlarini oqlay oladimi? Unoqda o'ziringlar asarning davomida bo'lsin. Asarimizning bugungi qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat. Kechir ana. 8-qissa. Ana, qayerga mangding? To'xtig'ina. Azmat onasini shuncha chaqirgan bo'lsa-mu, biroq Oyxon ona uning hech bir qaraydigandek qilmaydi. Oyxon ona bo'lsa, dambisiga bir xilti qo'noqni yudib, bir qo'lida ichiga nimalardir bir narsani silib olgan bir chelakni noit taslikda ko'tarib ketib boradi. Azmat jon jahli bilan shundoq chaqirgan bo'lsa-mu, biroq Oyxon ona hech bir nishonsiz oldiga ilgirlab, oldidagi cho'ng o'stang bo'yiga keldi. Azmat onasining oldiga o'tib, uni to'smoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq uni to'sishga amalsiz qoldi. Oyxon onaning ballari mukchaygan, chiroylari so'lg'in holda o'rkashlab usul o'ynab kelayotgan bu suvga ma'nili qarab kulib qo'ydi. Ona, keningizga yening. Unda qilmang. Azmat tez suratda yugurib berib, Oyxon onaning qo'lini tutib olgan bo'lsa-mu, biroq oramaga tushliq darman yo'q degandek qo'li havoda laylab onasining qo'lidan o'tib ketdi. Oyxon ona omroq jenidan aziz ko'rdigan bolasining so'zlariga pisand qilmay, o'zini oldidagi suvga otdi. Yo'q, unda qilmang. Yo'q. Yo'q. Azmat yuziga tekkan bir taslik bilan cho'chib uyg'ondi. Azmat poyezdda mang'ach go'zal manzarlardan qad ko'tarib turgan tog'larning manzaralaridan zo'q elib, orliq yetdimi derazaga beshini qo'yib, uxlab kelib, qora besib qolgan edi. Azmatning yuragi noit tez so'qib, nech tomchi yoshlar ko'zidan sirg'ib tushgandek qiladi. Olim Azmatga qarab, "Adash, ne bo'lding? Eli yo'qdaysan, eli unda qilmang deysan. Men va savoqdoshlar shuncha o'yg'otgan bo'lsaqmi, o'yg'onmadim. Kechirgan jinim adash. Sho'ng yuzingga bir tastak urib soldi." Olimning gapini anglagan Azmat, "Bo'ldi adash, hech qisi yo'q. Men senga rahmat desam bo'ladi. Hayotim qarib esib qopti. Bayli qo'rqib ketdim. Bo'ldi adash, hech yo'q." Azmatning yuragiga bir qo'rqinish kirib olgan edi. U onasidan ansirab, "Ona, sizni jafoga qo'ydim. Men cho'qim yaxshi o'qib, sizning mendan kutgan umidingizni oqlayman." Ay, shu vaqtlarda hozirgidek taraqqiyot bo'lgan bo'lsa, Azmat onasidan, Oyxon ona bolasidan ansirab, bir-birini seg'inib o'ltirmagan. Bir-biridan ansirashning o'rniga bir telefon bilanla bir-birining ahvollarini bilishib turgan bo'ladi. Bir kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun. 5-kun atiganda poyezd asta-asta to'xtab,
poyez ichidan yo'lovchilar diqqat. Hozir 65-30 nomerlik poyez Jiangsuga yetib keldi. Mush yerda tushadigan yo'lovchilar yuk taqanlarni elib, ratlik holda birinchi eshikning oldiga kelinglar. Noit chiroyli ovoz bilan poyez xodimi yana qaytiladi. Azimat, Anvarjon muallim va boshqa saboqdoshlar poyezddan tushib, ratlik holda zal ichiga kirdi. Ular egiz, ratlik selingan binolarga hayronlik holda to'ymay qaraydi. Ularning yurtiga qaraganda, bu yerdagi taraqqiyotga 5 yildami yo'q, 10 yildami yetishib bo'lolmaydi. Zalda ratlik kiyinib olgan noma'lum 5 kishi Azimat, Anvarjon muallim va boshqalarga qarab qo'llarini pullanib turardi. Ular Anvarjon muallimning oldiga kelib, "Yaxshimisizlar, harmag'aysizlar, jafo chekdinglar. Bizni maktab rahbarlari sizlarni qarshi olishga bizni o'rinlashtirdi," dedi egiz bo'y, sochlari shundoq chiroyli, ratlik kostyum kiyib olgan biri. Anvarjon muallim, rahmat sizlarga, jafo chekibsizlar." Azimat, bular yo'ldosh turib, Uyg'urcha gapni nimandoq yaxshi so'zlaydigandu, deb xiyol qilib o'ltirgan vaqtda uning xiyollarini olim buzibdi. "Voy anamay, Azimat adash, uyning ustiga qandoq og'andu ha? Qarag'ana. Azimat, yerga qara. Ichidan biz o'ltirgan poyez ketib boramdu nima ha?" dedi olim televizorni ko'rsatib. Azimat va olim boshqalar bu yerdagi taraqqiyotlarga hayron havas bilan qarab, bizmi qachonmi mushundaq esil uylarda o'ltiramiz. Azimat olimlar oyog'i chiqmaydigan quruq xiyollarni qilib, maktab rahbarlari bilan vokzal oldida saqlab turgan cho'ng avtobusga chiqib yurib ketdi. 20 minut atrofida mang'andan keyin mashina egiz saylangan bir binoning yanidagi mashina to'xtatish maydoniga to'xtadi. Azimat qatorliqlarni qarshi olg'ili chiqqan maktab rahbarlari orasidan biri: "Saboqdoshlar, sizlar uzun yo'l yurib charchab ketdinglar qachon? Qo'rsog'inglarmi ochdi? Shunga sizlarning yangi kelganliginglarni qarshi olish yuzasidan tomoq taklif qilaman." Avtobusdagi bolalar bu muallimning gapini tushunmadimi yoki boshqa sabab bormi, qiqib qo'ygan qo'ziqdek gapni qilmay o'ltirishdi. "Ne bo'ldi saboqdoshlar? Qo'rsog'inglar oshmagan o'xshamamdi. Ansirmanglar, sizlarni Shinjongdan keldi deb Olaytan mush Uyg'urlar ochgan oshpozilga elib keldik." Oyatdan beri gap qilmay, qapoqlarini sangiltib o'ltirgan bu bolalar endi bo'lsa xo'shalligi ichiga patmay qolgan edi. Muallim saboqdoshlarga qarab, "Qo'rsog'inglar ochdimi?" Bu qitim bolalarmi ovozini qo'yib etib, o'llik holda, "Ochdi!" deb to'g'ladi. "Undaqda mashinadan tushib, ratlik mengib, oshxonaga marhamat qilinglar." Hammasi oshxonaga kirib, ratlik tizilgan ustal o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Maktab rahbarlaridan biri so'z boshlab, "Anvarjon muallim, saboqdoshlar, men o'zimni va boshqalarni bir qo'r tanishtirib etay. Mening ismim Jangchin. Bu yoq Jangxay. Mening inim. Bu yoq bo'lsa Liming. Mao ikkisi bo'lsa maktabimizning donglik ilg'or o'qituvchilari Bilal va Toyir. Saboqdoshlar, sizlar cho'qim bu xanzo turib, nimishqa Uyg'urchani biladigan-do deb hayron qolgan bo'lishinglar mumkin. Men asli Shinjongdan. Mening ota-onam kasal sababidan o'lib ketgan. Meni va inimni mana oldinglarda turgan Bilal muallimning ota-onasi beqib elib, ming bir mushaqqatlar bilan bizni eng yaxshi maktablarda o'qitib, biz uchimizni yaramliq odam qilib chiqdi. Endi bizning Uyg'urchani ravon so'zlashimizning sababini bilaladinglarmi? Boshqalar bildiq degan ma'noda boshlarini lingshitdi. Azimat va boshqalarni o'ylantirgan bu sirlarni yeshildi. Azimat, Anvarjon muallim va boshqalar atrofga qarab hayron qoldi. Chunki bu bolalar bundoq esil restoranni ko'rish tugul, odatdagi oshxonaga kiratdi.
yoki kirmaydi. Biri to'xining modelini ko'zitib turib, "Qaranglar, o yerda nima degan cho'ng to'xi u?" desa, yana biri, "Qaranglar, o yerga nima degan cho'ng odam u? Ular bir-biriga qarab turg'ili ne vaq? Biz ularning chavrisiga to'g'ri kelmaydi ekanmiz, a?" desa, boshqalarmi ko'rgan narsalarga qarab hayron bo'lib, nimalardir xiyollarni qilib o'ltirishadi. Azamat bu oshxonadagi, yo'q, bu restorandagi hech bir narsaga nazar solmay, o maktab rahbarlari orasidagi Toyir muallim so'zlashayotgan telefonga qarab, ajab, o'ziga o'zi gap qilib ketibdi-ku bu. Bu muallimning kolisining dadi bormidi ya? O qo'lidagi nima narsadir? Azamat uningga qiziqib qolgan chig'i, muallim telefonni qo'yishiga, Azmat, "Muallim, bu siz o'z-o'zingizga gap qilgan narsa qandoq nima u?" dedi. Toyir muallim va boshqa o'qituvchilar Azmatga qarab kulishib ketishdi. Bu degan telefon yuqori fan texnikaning bir turi. Sizlarning Shinjong'ga 7-8 yildan keyin yetib boramikin? Muallim, uning ichida odam bormi? Siz gap qilsangiz, sizning gapingizni qarshi tarafga yetkazib beramda. Toyir muallim qaqoqlab kulib ketib. Voy, yo'q, undaq emas. Bu bir ilg'or texnika. Buning bilan qarshi tarafga telefon ursak, simsiz tor sistemasi orqali qarshi tarafga olinadi. Azmat tushunmagan bo'lsa-mu, beshini langshitdi. Olim, muallim, mushu narsa bilan bizning yiroqdagi yurtdagi ota-onalarimiz bilanmi ko'rishgili bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Qarshi tarafda telefon bo'lsa-la. Mundaq kenda. Olimmi ozroq tushungandek qiladi. Mulozimlar bir-birlab tomoq ustiliga o'xshagan mizlik tomoqlarni olib chiqishga boshladi. Qani saboqdoshlar, tomoq tatinmay beqinglar. Anvarjon muallim, sizmi bu yurtning tomoqini tetib beqing. Rahmat. Ustal ustidagi o'xshagan tomoqlarni ko'rib, bularning ig'izidan sho'lgaylari eqib chiqib ketgan edi. Bularningla emas, meningmi ham shundoq. Aziz anglag'uvchilar, Oyxon ana yiroq sahroda nemish qilib ketgandi. Azmatning keyingi ishi qandoq bo'la? Bularning tafsilotiga qiziqsanglar, diqqatinglar davomliq Kechir ana nomli asarimizning davomida bo'lsin. To'qqizinchi qissam. Bular o'xshagan mizlik tomoqlarni yeb bo'lib, restorandan chiqib, mashinaga chiqdi. Mashina agri-bugri asfalt yo'llardan ketib boradi. Azamat mashina derisidan beshini chiqarib, past uchayotgan aeroplanlarni ko'rib, nihoyat hayajonlanib, "Menmi egiz, poyonsiz ko'k osmonda mush aeroplanga o'xshash uchalgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi-ya?" Boshqalarmi bu yurtning go'zal manzaralarini tomosha qilib, shodxo'ram kayfiyat bilan oxiri o'zlari ko'zlagan oxirgi nishonga yetib keldi. Mashina cho'ng darvozaning oldiga kelib to'xtadi. Azamat tunji bo'lib ko'rgan bu manzardan hayajonlanib ketdi. Chunki maktab rahbarlari, o'qituvchi ustozlar ularni qarshi olish uchun o'zlari chiqqan edi. Azamat va boshqalar ich-ichidan mamnun bo'lishib, maktab darvozasidan kirdi. Jangchin muallim bularni bir yerga qator qilib, "Saboqdoshlar, o'rninglarda ratlik o'ltiringlar." Hammaylan o'rinlarda ratlik o'ltirishdi. "Saboqdoshlar, maktab mudirini ikki og'iz so'zlik taklif qilayli." Cho'ng maydondan qizg'in olqis sadolar yangritilib, bo'yi ancha egiz emas, ko'zi ko'k, yurish turishi nihoyat salobatlik, pakkaroq, semiz kelgan biri oldidagi do'xoviriq selingan o'rindiq kelib o'tirdi. Va
Savaqdaşlar, hammanglarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Mendan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Savaqdaşlar, sizlar shuncha yiroq joydan keldinglar. Kelishdiki birinchi maqsad muddoyinglar nima? Qaysinglar javob bera olaysizlar? Bu o'quvchilardan hech bir sado kamiganligini ko'rgan Anvarjon muallimning qattiq ochiq yegan bo'lsa-mu, biroq o'zini tutib olgan holda, "Savaqdoshlar, sizlar yuzning orasidan biringlar tanlanib kelgan. Sizlarning bu yerga kelishdiki maqsadinglar nima desa, qiqib qo'ygan qo'ziqdek gapmi qilmay o'ltirsizlar-ku. Bu degan dongliq maktab. Sizlarning bu yerga kelishinglar osonga tushganmi?" Anvarjon muallimning gapi bu yigitlarga ta'sir qildimi? Oradan biri qo'l ko'tardi. Yuqorida o'ltirgan maktab mudiri: "Ha, qani. Daqiqan savaqdosh. Bizning bu yerga kelishdiki maqsadimiz bo'lsa, yaxshi o'qib, ota-onamizning umidini oqlash." "Ha, yaxshi. Yana qaysinglar deb baqsizlar?" Orani yana birdam jimjitlik bosgandan keyin olim qo'lini ko'tarib, "Bizning bu yerga kelishdiki maqsadimiz bo'lsa, tirishib o'qib, ota-onamizning o'qituvchi ustozlarning bizning kutgan umidini oqlashdan iborat." Maktab mudiri olimga qarab: "Ha, yaxshi. Yana-chu. Qaysinglar deb baqsizlar?" Anvarjon muallim boshqalarga qaragan bo'lsa-mu, biroq ular ro'yi chiqib ketgan odamdek beshini sangiltib o'ltirishatdi. Anvarjon muallim Azmatga qaradi. Azmat bir xil g'ayratlik bosgandek jimjit o'ltiratdi. Anvarjon muallim birni yo'tilib edi. Azmat Anvarjon muallimga qaradi. Anvarjon muallim Azmatga ma'nli qarab qo'ydi. Azmat bo'lsa Anvarjon muallimning nima demoqchi bo'lganini tushungandek qo'lini ko'tardi. Maktab mudiri bo'lsa: "Ha, qani. O, savaqdosh." Azmat o'rnidan turib: "Bizning bu yerga kelishdiki maqsadimiz bo'lsa, yaxshi o'qib, ota-onamizning, o'qituvchi ustozlarning bizdan kutgan umidini oqlashdan boshqa, mush yerda o'ltirgan jafokash o'qituvchi ustozlarning bizdan kutgan yerdan chiqib, yaramliq jungo puxrasi bo'lib, keyincha o'qish bitirib, xizmatga chiqqandan keyin vatanimiz Jonxuaga o'zimizning bir kishilik to'pimizni qo'shib, keyingi kunlarda xalq uchun jon tasadduq qilishimiz kerakligini tushunib yetdim." Maktab mudiri Azmatga qarab chavoq chelib ketdi va boshqa o'qituvchi ustozlarmi Azmatning aqliga oprin o'qidi. Anvarjon muallimmi Azmatga qarab: "Yaraysan yigit" deb mo'rsiga yenik urib qo'ydi. Maktab mudiri: "Savaqdoshlar, sizlarning javobinglar xato emas. Lekin Mao savaqdoshning bergan javobi eng o'lchamlik javob bo'ldi. To'g'ri. Sizlar yaxshi o'qib, ota-onanglarga, o'qituvchi ustozlarga javob qaytarsizlar. Lekin bayamqi savaqdoshdek o'zinglarning ona vataninglarga javob qaytarishni o'ylamaysizlar. Bizning nishonimiz nima? Jungo Kommunistik partiyasi qurilgandan tortib bizning faqat birla nishonimiz bor. O bo'lsa-mu xalq uchun xizmat qilish. Biz har vaqt xalq uchun qurbon berishdan bosh tortmasligimiz kerak. Sizlar mening qilgan har bir ig'iz so'zimni esinglarda ching tutinglar. Yaxshi o'qib, o'qish bitirgandan keyin tarbiyalab o'stirgan ona vataninglarga javob qaytarishni yurkinglarda ching saqlanglar. Tushundinglarmi? Bu yigitlarmi maktab mudirining gapiga intayin qoyil bo'lib, o'llik ovozda tushundiq deb to'lashdi. Undaqda boshqa o'rinlashtirishdan qilay. Sizlar bir sinfga kirmaysizlar. Chunki bu maktabda har millatdan o'quvchilar bor. Sizlar davlat tilidan qiynalarsizlar. Shunga sizlarni 2 dan yoki 3 dan ayrim sinfga o'rinlashtiramiz. Fikringlar bormi? Savaqdoshlar bir-biriga qarab o'llik ovozda yo'q deyishdi. Ondaqdi yaxshi. Maktab mudirining o'rinlashtirishi bilan 2 dan 3 dan
ayrim sinfga bo'lindi. Qeyrishqandek Azmat bilan olim bir sinfga, ya'ni Toyir muallimning sinfiga bo'linib qoldi. Anvarjon muallim maktabdagilar va savodashlar bilan xo'shlashib, yurtga qaytib ketdi. Azmat va olim boshqalar bilan bir qo'r tonishib o'tgandan keyin Toyir muallimning o'rlashtirishi bilan 4 karavot 8 kishilik odamga yotoqqa o'rlashtirildi. Bir oydan keyin Toyir muallim sinfga kirdi. Savodashlar, mushu oyning 4-kuni maktabda musobaqa bor. Sizlar yaxshi tayyorlik qilinglar. Shoyan bilan Azmat ikkinglar tayyorlik qilinglar. Temasini o'zinglar tanlanglar. Har bir sinfdan 2 odam. Toyir muallim sinfdan chiqib ketdi. Olim Azmatga noit o'shmanlik nazari bilan qarab, "Xap, to'xta, Azmat. Mening sendan narim kam. Muallim sana nimishqa amroq. Hammani sendan hisob olaman. Qarab tur." Azmat olimning yeniga kelib, "Olimjon, jinim adash. Men qanday qilsam bo'la? Qaysi temada yozsam yaxshiroq chiqadi?" "Azmat, sen mendan aqlliq turib, mendan yordam so'rayapsan? Muallim sana shundoq amroq bo'lgandan keyin uningdan so'ramamsan?" "Ha, kechirgin, men charchab ketdim. Aram olaman." Azmat o'ng'aysizlangan holda, "Hey, ay." Azmat olimni chaqiray dedi-yu, biroq tili bormadi. Olim maktabning hojatxonasiga kirib, qayerdan topgan yonchiqidan tamokini elib, o't yiqib, kuchab, ochiq-ochiq sho'g'irdi va "Azmat, oldirab xush bo'lib ketma. Sen hozir sumurug' bo'lsang, keyin hech kim yaratmaydigan, hamma odam o'sh ko'radigan qog'i bo'lib qolasan. Nihoyat oz vaqtdan qoldi, boyqish." Olim mushundaq razil planni o'ylab, tamokisini chekib bo'lib, maktab darvozasi tarafga qarab mangdi. Azmat yotoqqa kirgan bo'lsa-mu, biroq hech olimning qarisi ko'rinmaydi. Azmat olimdan ansirab turganda, olim eshikdan qapoqlarini olaytib, qo'lida nimalardir bir narsalarni ko'tarib kirib, hech kimga gap qilmay karavotga kelib yotdi. Azmat ortiq gap so'rashni loyiq ko'rmay, Azmatni orom oldi. Atiyalik tong shapqidagi quyosh nurlari derazadan tushishi bilan tangla yotoq qo'ng'iroqlarimi tangli sayridi. Mana Toyir muallim degan musobaqa kunimi oxiri yetib keldi.